Dada nima qilyapsiz buni? Chavandoz qilaman buni. Chavandoz bo'lmaydi turay. Chavandoz bo'lmayman. Men sana polvon chiqaraman o'zim. Ay bilim. Jim qara. Ya aka nima qilyapsiz? Polvon qilaman buni men. Amaki. Ya aka o'zim sportchiman, o'zim o'rgataman, jiyam buyoqqa. 3-4 soy qo'yib olaman. Hey qo'shni. Bolani nima qilyapsizlar? Sportchi qilamiz buni. Qiynamanglar bolani. Undan ko'ra avval uni qaysi sport turida kuchli bo'lishi mumkinligini aniqlash kerak-ku. DNK topshirib buni aniqlasa bo'ladi. Ana Hadisha Sulaymonova nomidagi sud ekspertiza markazida bemalol DNK topshirib, o'g'lingizni qaysi sport turida kuchli bo'lishi mumkinligini aniqlasangiz bo'lar ekan. Dada aniqlik bu yugurish sport turiga layoqati zo'r ekan-ku. Yo'g'i. Jiyanni o'zi qani? Ichkarida o'tiribdi. Televizorga bunaqa qilib o'zi tushib ketdi-da. Buni yugurishga layoqati bor ekanda. Mana aniqlashibdi. Хорошо, все будет хорошо, я это знаю.